Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Mo'minov. Bugun sizlar bilan Dacha filmi haqida gaplashamiz. Sarlavhani ko'rdingiz, Dacha 2 haqida gapirib o'tib ketganman. Ya'ni bu yerda sunnat namoz, ya'ni endi sunnat akamdan gapiraveraman. Sunnat akamdan ruxsat so'ragan holatda Dacha filmining birinchi qismida ma'lum bir joylari, detallaridan kesib qo'yib ketaman. Sababi endi avtorskiy prava bu. Avtorskiy tushmasligi uchun o'zidan ruxsat so'raganman. Shuning uchun shu videoni ikkinchi qismi qanday bo'lishi haqida bizda taxminlar bor. Chunki 4 marta 5 marta ko'rgandan keyin kinoni qanaqa bo'lishini xulosa qilishimiz mumkin. Chunki ikkinchi qismiga dabro bor degandek ba'zi bir detallarni keltirib o'tib ketgan. Birinchi qismida. Endi qarab turinglar, birinchi epizod. Birinchi epizodda bilasizlar, kursdoshlar yo'lda to'xtadi, dacha izlashdi, to'g'rimi? Dacha izlayib turganda bitta cholni ko'rib qolishdi. Mana bu joyni ko'ring bir. Davoming. Dacha bormi? Bor. Nechi pul? 500. 500 dollar, ha? Bo'ldi. Bo'ldi, haydi ketdik. Ha, menga qara. Lekin sal uzoqroq. Aka arzon ekan-ku, Harrotga bo'lsa ham boramiz. Haydang, orqangizdan yuramiz. Bo'ldi. Faqat Mana shu chol mavhum odam bo'lib qolyapti. Ya'ni bitta epizod joyida ko'ringan xolos. Bo'ldi. Boshqa joyda ko'rinmagan. Ya'ni bosh qahramon bor-ku, killer qahramon. Xuddi o'shani biz sherigi deb o'ylab qoldik. Ya'ni kinoni oxirigacha ko'rgandan keyin. Nimaga deganda hozir men sizlarga aytib o'tib ketaman bu haqda. Oxirida bilasizlar, qahramon qo'lini qimillatib qo'yadi. Mana shu yerdan ko'ring. Jalla borda jalla. Ko'rdingiz, bu Dacha 2 qismi yana bor degandek xulosa qilamiz bunda. Ya'ni oxirida politsiya yetib kelgandan keyin ichkariga kirib borishadi. Ya'ni ikkinchi qism davom etishi. Ichkariga kirib ketganda, ya'ni o'sha qotil barmoq qimirlagan, biz bilamiz, u tirik ekan deb o'ylaymiz, to'g'rimi? Xuddi shu yo'q bo'lib qoladi. Ya'ni o'sha yerda sobiq politsiyachidan so'raydi. Bu qani deganda, ya'ni topisha olmaydi, yo'q-yo'qlar izlashadi. Shu yerda o'ligi bor edi. Shu yerda o'ldirgandik kecha degan xabar beradi unga, ya'ni politsiyachiga. Lekin hech qanaqa qoldiqlar, izlarda qonjilarni topolmaydi. Sabab shuni o'ylab qolamizki, bilasizlar, Dachani keltirgan odam o'zi ham kelmagan, Dacha haqida ma'lumot ham bermagan. Xuddi shu persona mana shu ya'ni bosh qahramonni sherigi deb o'ylayapmiz biz. Ya'ni sheriklarimiz bilan xulosa qilib ko'rdik, kinoni ko'rgan holatda. Sherigi bo'ladigan bo'lsa, u yerdan qutqarib olib chiqib ketadi. Ya'ni kuzatgan bo'ladi. Ertalab nimaga kelmayapti bu yoki nimaga qaytmadi degan maqsadda u chol bu yerdan kuzatib turgan bo'ladi. Oxirida orqasida o'sha ishani siqilganini ko'rib, u yerdan olib chiqib ketadi. Politsiyani ham bu yerdan kuzatib turgan bo'ladi. Bu yerdan olib chiqib ketadi yoki bir amallab o'sha yerdan turib o'zi chiqib ketadi, to'g'risi. Bizda shunaqa xulosa bor ikkinchi qismiga, dabro degandek. Uchinchi xulosa. Ya'ni agar haqiqatan ham o'sha chol bilan sherik bo'ladigan bo'lsa, bu bosh qahramon, ularda qo'shimcha dacha bo'ladi. Ya'ni dachasini ichida podvallari hamma yo'q bo'ladi. Biz xulosamiz bo'yicha kirib o'sha yerda davolanadi. Ancha bir haftami, bir oymi davolangandan keyin shaharga o'sha qizni kuzatgan boradi. Yashirin yo'llar bilan xullas qanday qilib eplaydi. Qizni kuzatib yuradi ma'lum bir vaqt. Otasi alkashligini unga ham ichib qarab tura olmaydi. Ya'ni o'sha paytda o'sha qizni yana o'ziga, ya'ni sevgilisi bo'lib ko'rinadi-da, sal yuragidan urib qoladi-da, bosh qahramon. Chunki bekarga oq ko'ylak kiydirmadi, uzuk taqmoqchi bo'lmadi. Chunki yaxshi ko'rib qolgan bo'ladi qizni. Chiroyli. Xullas, bu qiz, ya'ni davomi o'sha qizni uyiga kuzatib borganda orqasidan bu yoqdan o'sha ya'ni sobiq harbiy askar kirib qoladi, uyiga kirib kuzatadi. Bu yoqdan dadasi chiqib kelgan, qiz bilan urushyapti. Ya'ni akasi o'sha qizni olib chiqib ketadi. Olib chiqib ketgandan keyin bu yoqdan endi baribir bunaqa narsalarga chidab tura olmagan uchun u yigit mana sherigi bilan telefon qiladi va mashinaga tiqib o'sha alkash otasini olib chiqib ketadi. Xabar qoldiradi. Otasi qaytarilgan. Qizi esidan chiqib uyga qaytib kelganda xabarda ko'radi va akasiga aytadi. Akasi aytgandan keyin unga texnik choralar ko'riladi. Ungacha
hamma dachani izlab ko'rishga harakat qilishadi politsiya. Har bitta dachalar tekshirib chiqadi, chunki millionta dacha bor. Har bitta dachalar tekshiruv olyapti turganda topisha olmaydi. Umuman sekretniy dacha bo'ladi, может быть, bizning fikrimiz bo'yicha. Ungacha yana bitta janjal bo'lishi mumkin. Har xil xulosalar ko'p. Buni haqida yana gaplashib o'tamiz. Hozircha biz xulosamiz shu yergacha. Agar video yoqqan bo'lsa, like, podpiskani bosib qo'ying. Xudo xolasa ikkinchi qismi ham chiqadi degan umiddamiz. Butun O'zbekistonga yoqdi degan umiddaman. O'zinglarni e'tirof qilinglar, sog' bo'ling.